Sizda ham bo'yinda osteoxondroz bormi? Unda uy sharoitida oddiy uqloq bilan bajariladigan yoki cho'p bilan bajariladigan mashqni ko'rsataman. Birinchisi, qomatingizni tik tutib olasiz. Oyoqlarimiz yelka kenglikda ochilgan, oyoq uchi to'g'riga qaratilgan. Cho'pchani uqloqda yoki kengroq qilib olasizda, chuqur nafas olib, ko'krak qafasini oldinga tortasiz. Tizingizni bo'sh tutasiz. 3 podxoddan 15 marta qilsangiz, 3 krugdan juda foydasi seziladi. Ikkinchi mashqimiz, cho'pchani demak yuqoriga ko'targanda umurtqa pog'onaga olib kelasiz, yelkani bo'sh tutib olasizda, qomat tik, ko'krak oldinga qaratilgan, ko'krak qafasini o'ngga, chapga aylantiramiz. Chuqur nafas olasiz. Og'riqlar bo'lishi mumkin, og'riqlarni oldini olish uchun chuqur nafas olasiz. 15 martadan 3 krug qilsangiz juda katta foydasini sezasiz. Uchinchi mashqimiz, qo'llarimizni oldinga, orqaga, polniy amplituda deyiladi, oldinga, orqaga aylanish chizishimiz kerak. Agar orqaga qilganingizda og'riqlar bo'lsa, umurtqa pog'onaga qo'yasiz. Bu uchinchi mashq. Juda ham foydali. Cho'pchani oldinga, orqaga qilganda chuqur nafas chiqarasiz og'izdan. Yanada o'zingizni tetik his qilmoqchi bo'lsangiz, osankangizni chiroyli korolevskiy osanka qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mashqlarimga shoshiling.